Shunaqa bir hayollari cheksiz tanishinglar bo'lmas. Tek ko'zsiz oyga chiqib oyog'ini sangullatib o'tirgisi kelib qoladi-yu. Mana shu menda ham borda bitta xuddi shunaqasimda o'tirib olib, meni ota-onam o'zi asli millionerlar. Faqat hozir meni sinashyapti-da bular. Haligi pul kelganda kibrga berilib, ana qo'yib ketmaslik uchun, boylikni ko'tara olmay qolmaslik uchun sinashyapti. Bir kun oz qoldi, surpriz qilishadi menga. Oy, sen O'zbekistondasan, unaqa surpriz bo'lmaydi. Bu bittadan bitta velosiped olsa ham bir pasdan maqtan. Ha, mancha yo'ludek, deb bir pasdan maqtan intervyu beradigan zamon bo'lyapti hozir. Hech kim bunaqa emas. Yo, oz qoldi oshnash kunlarga ham yetamiz. Bir kallasiga kelib qoladigan hali haqiqat. O'tirib siqilib olib, hali haqiqatligini bilib olib. Nahotki shu meni urug'imda mengacha mashincha odam yashagan bo'lsa, yetib pushtimda hech kim bir boy olishga harakat qilmagan, menga qolib ketgan. Tek ko'zsiz ashi bolalar yaxshi taklif chiqdi, ichki yom o'pib oladigan bolalar